dedilar. Nima desalar, bir muhtoj insonga yordam berib berarkanlar. Kirsalar, bir ko'r, qo'l oyog'i shol inson ekan. O'shanga qo'l oyoqlarini masaj qilyotsalar, u gapirayotganmish, "Ey, nimcha qo'llaring qattiq bo'lib ketdi, nimcha qiynalib o'tirsan meni" debdilar. Keyin non berayotgan ekanlar, "Nimcha nonni oldin chaynab berarding-ku, nimcha og'zimga loqta-loqta tiqib qolsan" debdi. Keyin yetib qoldi shu ko'r inson. Shunday sarvari olam degan narsa odam chiqdi. Shunday gaplarni gapirib o'tgan ekan. Ularning gaplariga quloq solmagin, xo'pmi debdilar. Shunda Abu Bakr ko'zlariga yosh kelibdi. Sizga shuncha yildan beri yordam bergan odam shu edi-ku. Shu edi-ku sizga yordam bergansilar. Shu odam nimaga degan ekan bilasizmi? Ey Alloh, ko'zlarimni ko'r qilding. Qo'l oyog'imni shol qilding. Qalblarimni ham ko'r qilgan ekansan-ku. Qalblarimni ochirganingga laqtirgin. Umr bo'yi azob tortdi. Lekin qalblar ochilishi sababchi bo'ldi. Yaxshilikni sabab qilinglar, qilaveringlar.